Bugun kech kirganda bir marijni yegim keldi, marijni yegani boribman-da. Mashinchachalik marijni yedim. Shunda kassaga bordim. Men yegan mashinchachalik marijning eng qimmati 10 ming so'm edi. 300 ming so'm dedi-yu. 300 ming. Ishonasizlarmi? U endi savolda mana 300 ming so'mlik marijni yeyish uchun oldindan qanaqadir to'garakka borib tayyorlanib olgan bo'lish kerak emasmidi odam? Yoki qanaqadir mahalladan sipratgan bo'lish kerak emasmidi? To'g'risi, o'zim oldim, mayli qonunni oldi ham qanaqadir javobgarlik his qilyapman deb men uni yeb qo'yib turib. 300 ming so'm u joy, mana tushunasiz, 300 ming so'mlik marijdan yegandan keyin Lamborghini ta'mi kelish kerak-da meni o'ylashim bo'yicha. Yo'q, Qulpinay ta'mi kelyapti. Qulpinayni qorga tegizib yeganimda undan arzonroq tushardim qish kunida. U do'kon yopilib ketmaganda, tushunasizlar, har kuni kimdir 300 mingga marijni olib yeyapti. Bo'lmasa yopilib ketish kerak edi. Kim shunaqa 300 mingga marijni olib yeydigan darajada voy? Qayerdan topyapsizlar bu Toshkentda bitta joyda pul tarqatadigan joy bormi? Men bilmay qolyapman. Topoq taraflarda pul topish osonmi deyman. Oson bo'lsa ham erkaklarga bo'lmay 300 ming so'mga 300 ta muz marijni berardi. Ayron marijni berardi 300 ta. Men 1 yillik marijnaga deb ajratgan pulimni ishlatib edim bir kunda.